O'rtoqlar, Tokio ortda qolib ketdi. 1.7 4 ta o'rinli hovlini ko'ringlar o'rtoqlar. Albatta sizni hayron qoldiradigan darajada proyektni boplashdi lekin. Har bir millimetrdan unumli foydalanilgan. Darvozaxonasiga 2 ta mashina sig'adi. Bino chekiga bu yoqdan chiqib ketsanglar bo'ladi. Katina xonasi zinantaga joylashtirishgan. Binoga o'rtoqlar ko'chadan ham kirsanglar bo'ladi. Hovlisiga o'tganimizda hovlisini ko'ringlar. Juda ham chiroyli, ko'nglingizni ko'taradigan, shinamgina xonadon. Kichkina joydan shunaqangi zo'r proyekt chiqarishgan. Hovlining etagida mana shunday yotoqxonasi bor, o'zining ichida garderobning xonalari va sanuzellariga ega bo'lgan. Hamma sharoiti o'zining ichida, hamma mebellari qilib qo'yilgan. Ortiqcha rasxodiylar bo'lmaydi. Oshxonasini ko'rib hayron qolasizlar. O'zining astrovkalari, mebellarini boplashgan. Bu yoqdan hovlimizni ko'rsatamiz. Niyat qilganlar bo'lsa bitta videoga like bosib qo'yamiz. Bu yoqda oshxonamizning kattaligini ko'ringlar. Astrovkalar, oshxona mebellari juda ham chiroyli chiqqan. Chiroylikkina sanuzellamiz joylashgan va bu yoqda hol qismimiz, ko'chadan kirib kelsa bo'ladigan eshigimiz bor. Bu yoqdan zinalarimiz orqali ikkinchi qavatimizga ham ko'tarilsa bo'ladi. Okalar, bilaman, sizlarning joyingiz katta, lekin bunaqa kichkina joyga bunaqa proyekt uncha odam qura olmaydi. Ikkinchi qavatda o'rtoqlar ikkita detski, bitta katta yotoqxonasi. Bu yerda shkaflari ham qilingan ekan, terrasalari ham bor. Hozir ularni ham ko'rsatib beraman. Ota-onalar yotoqxonasini panorama oynalariga besh ketdim. Bu yerda shkaflarni ham dapatalki qilingan. Bu yerda bolalar yotoqxonasi birinchisi bo'lyapti. Balkon qismlariga ham ega ekan. Bu yerda ikkinchi bolalar yotoqxonasi. Hamma shkaflari divanlarigacha bor. Kichkina bo'lsa ham shunaqangi hashamatli hovlim bo'lsa edi deb niyat qilganlar bormi? Kvartiradan yaxshimi yo'qmi? Albatta fikrlarni kommentariyada qoldiringlar. Terrasasidan bemalol telebashni ko'rinar ekan.